Karis boshlig'imda ertalabdan peshonasini настроенияsi yo'q, nima bo'ldi desam? Anoska, pulimni qaytarib o'rdiraman. Sovuq kunda issig'idan yeb qo'yibdi-yu, bu ham pul tashlab dedim. Xullas kunim qanaqa boshlangandi? Ertalabdan pingvinga o'xshab metroga очередga turib ishga yo'l oldim. Hayotda eng yomon narsa bilasizlarmi nima? Sevganingiz tashlab ketgani emas, kech qolsangiz metroning eshigi basharangizga yopilgan. Xullas tiqilib, siqilib metroga ham kirib oldim. Bir payt ishxonaga kelib qarasam, eshik ochilmasa bo'ladimi? O'l gayak, makiyaj qilish esingdan chiqib qolgan, shuning uchun eshik seni tanimayapti deb bir chekkaga turib olib, basharani remont qilishni ham boshladim. Voy xayriyat, bu fasadni ko'rib mana eshik ham ochildi. Uni ko'rib meni chehram ham ochildi. Uni buni qo'ying, yaqinda shu ochkini olgandim Elon Muskdan. U menga yasab beribdi qasddan. Sababi shunda olib taqib qarasam, hamma yoq prozrachniy ko'rinsa bo'ladimi? Rangsiz hayot ja g'alati ekan. Hammani asl basharasi boshqacha ekan. Xullas yosh bolalar taqishi umuman man etilar ekan. Bu yerda kechasi yomon tush ko'rgandim. Ko'rgan tushimda suv yo'q ekan, kofega aytyapman. Kofe mashinka ham tayyor psixolog ekan, shallaqlik qilib maslahat ham berib qo'ydi. Shunaqa chiroyli tabiatga qarab nimani o'ylaykan deb o'ylab tursam, bir payt qarasam, qayerdandir shunaqa ovoz kelyapti. Adashdik. Juda ham yomon adashdik. Muqovasiga qarab kitob tanladik. Ichidan ma'no topmadik. Go'zallikka qarab Shunaqa qilib Karis boshlig'im hozir O'zbekistonga uchib boraman deb siqilib o'tirsa bo'ladimi? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar.